Mana buni ko'ringchi. O'zi tillarni grammini qanchadan olyapsizlar? Grammini 850 mingdan 1,5 milliongacha olamiz. Ha, yaxshi. Yoqdimi? Grammini o'lchab ko'rasizmi? Qancha so'raysiz? Bunimi? 30 million. Yo, endi o'zingiz ko'rib turibsiz-ku, antikvar bo'lsa, o'zimizning milliy tilla. Mayli, olaman. Ha, bu boshqa gap. Mashin to'ldirib bering. Tilla zalog emasligi, o'g'irlamaganlik haqida. Ha. Xo'p. Mana aka, o'zi aytishuvdi Gold Expertda yaxshi baholashadi deb. Mana. Rahmat aka. Rostdan ham qimmat olib qolar ekansizlar. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Mayli, rahmat. Nima unaqa qilding? Buning 10 million ham turmaydi-yu. 30 millionga olding. Yoningdan berding. Tekshirmading ham. Qanaqadir sababi bormi? Bu meni bir marta kulishim uchun tikilgan ziray. Bolajon. Bolam. Voy bolam. Issig'ing tushmabdi-ku hali ham. Jon bolam, meni qo'rqitmagin. Bitta kulib bergan. Aytgancha, ana kuni do'konga borganimizda senga bitta tank yoqib qoluvdi. Esingdami? O'shanda olib berolmadim. Pulim yetmagandi. Lekin olib beraman deb senga va'da bergandim. O'shani olib kelib qo'ydim. Faqat bitta kulib berasan-a. Hozir olib kelaman. Kutib tur. Mana bolam, qaragin. Xuddi o'sha tank. Voy, buncha zo'r. Ona, rahmat sizga hammasi uchun. Rahmat oyi. Arzimaydi. Har doim kulib yurgan bolam. Sizni sog'indim onam. Sizni rosa yaxshi ko'raman oyi. Mana bolam. Bir marta kulishim uchun boringiz berishga tayyor edingiz. Men ham sizni bir marta ko'rishim uchun borim bergan bo'lardim. Bolam, seni baxtli bo'lib yashashingni istayman. Chunki men ham o'sha baxtning ichida yashayman.